Farg'ona viloyatida ham prezidentimizning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlar olib borilyapti. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filial mutaxassislari tomonidan ehtiyojmand kambag'allik reyestriga kiritilgan bemorlarda murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Yurtimizda shu muborak Ramazon oyi boshlanish munosabati bilan hurmatli yurtboshimiz 17 fevral kuni 67-sonli qarorni imzolashdi. Bunda shu respublikamizdagi 6000 dan oshiq shu ehtiyojmand aholiga yuqori texnologik jarrohlik, davo amaliyotlari, tekshiruv amaliyotlarini shu bepul davlat hisobidan o'tkazish haqidagi qaror chiqqan. 4 ta bemorni yotqizib davoladik. Bulardan hozir mana bitta bemorimizga kecha jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Amaliyot muvaffaqiyatli o'tdi. Bularning shu barchasi shu vaqf fondi orqali bemorlarimizga 100% bepul tarzda amalga oshirildi. Agar bular o'z vaqtida qilinmasa, bemorlarda juda ko'p hollarda 20-30, ba'zida 40% gacha o'lim holatlari kuzatiladi. Shuning uchun hozir bular davlat tomonidan qamrab olingan, yordam berib maqsad ehtiyojmand bemorlar o'zlari imkoniyati bo'lmaganligi sababli, qiynalganligi sababli hozir shu davlat dasturi asosida shu vaqf fondi orqali bularga davo muolajalari, jarrohlik amaliyotlari yoki yuqori texnologik tekshiruvlar bular asosida davo taktikalarini aniqlayapmiz. Bu shu bemorlarimizda bo'lib turgan erta o'limda yoki bo'lmasam nogironlikka uchrashlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Xolmuhammad Mamadaliyev Bag'dod tumanidan shifokorlar unga 2004-yilda yurak ishemik kasalligi tashxisini qo'ydilar. Shundan buyon u xastalik bilan kurashib keladi. Jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun yetarli mablag'i yo'q edi. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan bemorda bepul jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Xolmuhammad Mamadaliyev ko'rsatilgan e'tibordan, g'amxo'rlikdan juda xursand. Shifokorlar hammalaringga rahmat. Prezidentimizga birinchi avvalo rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatladiki rahmat, shunchalik qilib. Kuchim yetmay yurdim mana Xudoga. Allohga beadad minkallar shukr. Yuraklarni kecha operatsiya qilib mana chiqdik bugun Xudo xolasa. Bepul davolaymiz deb chaqirishdi shetda. Allohga shukr. Hozir yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Xalqimizni shunday qo'llab-quvvatlaganiga rahmat Alloh. Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Bu oyda ezgu g'oyalar asosida kam ta'minlangan, ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga har qachongidan ham ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Savobli amallar tufayli ko'plab bemorlar tuzalib, yana sog'lom hayotga qaytdilar.